Hamnaqami? Diqqat, diqqat! Bugun tarixiy kun. Sizlarni Xalq bankini ish jarayoni bilan tanishtiramiz. Operator tayyormi? Qani ketdik. Assalomu alaykum. Xalq bankiga xush kelibsiz. Nima xizmat? Men Xalq bankidan karta ochtirmoqchiman. Kredit ochmoqchiman. Men tadbirkorman, kredit olmoqchiman. Men unda sizni xonimlarim bilan bog'layman. Muhammad kengesi kirsin. Assalomu alaykum Mustafa. Ustozda Ustozda ma'lumot biling. Babam kechga ko'moqchiman. Qayda ishladingiz? Men o'qishni bitirdim. Допекляемся. Мы принимаем на работу ярких сотрудников. Yangi banklar shunaqa ko'rinishda bo'ladimi? Bizga kredit kerak. Shuni gapirasan bo'ldi, keyin ketamiz. Kredit nima qilasiz? Ochiq fabrika ochamiz. Mayli yoqmasa. Assalomu alaykum. Hurmatli mijoz, sizga qanday yordam bera olaman? Bankimiz 9 dan 6 gacha ishlaydi. Voy xazna. Senda ham bormi? Ha. Menda ham bor. Menda ham bor. Xazna. Bugun biz bankda ishladik, mijozlarga yordam berdik. Bugun kichkina bankir bo'lgan bo'lsam, ertaga haqiqiy rahbar bo'lamiz. Bayram bilan bolajonlar.